Biz bugungi darsimizda WordPress sayti orqali WordPressda sayt yaratishni o'rgandik. Bunda o'zimizni emailimiz bilan Google'ga kiramiz, WordPress deb yozamiz. Keyin o'zimizni emailimizni kiritib, sayt yaratishni boshlaymiz. Birinchi bizga chiqadi, siz domen sotib olishingiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasa tekin versiyalardan foydalansangiz bo'ladi. Mana bu yerda domen deb yozilgan joyida domen sotib olishingiz yoki bo'lmasa tekinlardan foydalanishingiz mumkin. Men tekin domen olganman. O'sha tekin domenimizni olganimizdan keyin bizga shu saytdan ozgina joy ajratiladi sayt yaratishimiz uchun. Keyin biz saytimizni dizaynini tanlab olamiz. Dizaynini ham tanlab olamiz. Keyin esa o'sha dizaynni redaktorovать qilishni boshlaymiz. Birinchi navbatda saytimizni o'zi nima uchun yaratyapmiz, ya'ni qaysi turda yaratyapmiz, kutubxonalar uchun yaratyapmizmi yoki boshqa bir narsalar uchun. Biz kutubxonalar uchun sayt yaratyapmiz. O'shaning uchun kutubxonaga mos bo'lgan stranitsalarni, ya'ni mana bu bosh sarlavhasini o'shalarga moslab qo'yamiz. Men Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasini axborot resurslar markazi uchun sayt yaratdim. Bunda kutubxona haqida, elektron adabiyotlar, kitoblarning elektron katalogi, biz bilan bog'lanish hamda YouTube sahifasi, YouTube degan joyni qo'shib qo'ydim. Kutubxona haqida esa har birini qo'shayotganimizda sichqonchani chap tarafini bosamizda, mana bu yerda sichqonchani bosamizda, keyin mana bu nastroyka degan joyda добавить silka qo'shmoqchi bo'lsangiz, вставить silka qo'shmoqchi bo'lsangiz, shu yerga вставить silka qo'shishingiz mumkin. Keyin esa bularga ma'lumotni biz mana bu yerni bosganimizda добавить страница degan joy chiqadi. Mana страница degan joy chiqadi. Shu yerdan stranitsani bu yerga ma'lumot qo'shmoqchi bo'lsak, shu yerdan stranica qo'shamiz. Mana men qo'shganlarim. Agarda shularga ma'lumot, ya'ni stranitsani ichiga ma'lumot qo'shmoqchi bo'lsak, shularni ustiga изменение qilamizda ma'lumotlarni qo'shib ketamiz. Men qo'shganman. Buni ko'rishimiz mumkin. Ma'lumotlarni qo'shganman. Keyin esa YouTube degan joyiga esa o'zimni oldingi o'tgan safarda yaratgan video sahifamni joylab qo'yganman. Hozir redaktorovать bo'lgani uchun qo'shgan ma'lumotlarimizni ko'ra olmaymiz. Buning uchun bosh sahifaga, asosiy sahifaga qaytamizda, sayt title qismiga o'tamiz. Keyin esa qo'shgan ma'lumotlarimizni ko'rishimiz mumkin. Mana kutubxona haqida. Keyin mana biz bilan bog'lanishni ko'radigan bo'lsak, biz bilan bog'lanishda qayerda joylashganligi kutubxonamizni, emaillari, foydali linklar, xizmatlarni ham taklif qilib ketiladi. YouTube'ga keladigan bo'lsak, bu yerda o'tgan safar darsda yaratgan video rolikimiz joylangan bu yerda. Hali ko'p elektron adabiyotlar, keyin kitoblarni yetkazish kataloglarini hali qo'shmadim, chunki men foydalanayotgan saytda elektron adabiyotlari ko'p emas ekan, ya'ni ro'yxat shaklida boshqacharoq berilgan ekan, hali qo'shib ulgurmadim. Saytimiz umumiy ko'rinishi hozircha shunaqa shaklda bo'ladi. Keyin esa hozircha shunday ko'rinishda bo'ladi. Biz saytimizni mana bu qismidan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qo'shishimiz mumkin. Boya aytganimdek, mana bu tanlab olgan shablonimizni ko'rinishi, bu saytimizni o'sha WordPressdagi silkasi berib o'tilgan. Shunaqa qilib sayt yaratiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.